Hiç bildiğimiz ekan bunu. Buni 8,5 deyapsiz. Shu sizni klientangizga 8dan shu bilan o'tib beraman aka. 8dan buni o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Yili 2019. Qo'lni sog'lom muvaffaq qilingan, balonlar qo'yilgan. Ishi yo'q. Ishi yo'q faqat. Kraskasi-chi? Kraskasi kapotda mana yerda petnocha bor, bitta eshikda. Keyin zatni eshikda petnochasi bor, bir qarshi o'tmagan. Qolgan joyi radmi? Ichiga o'tmagan. Udar bo'lmaganmi? Yo'q, strashniy udar yo'q. Strashniy udar. Bemalol tekshirib olaveradi. Salonni bitta ko'rsataylikchi, ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaverasiz. Ustasiga tekshirtirib olaveradi. 98 ming yurgan. Salonni bitta ko'rsatingchi. Bo'ldi. Salonlari yaxshi turibdi. Qancha yurgan edingiz? 98 da yurgan. 98 da yurgan, 1 kilogram bo'lmagan. Ideal holatda, texnik ishi yo'q. Yo'q, 1 gram ishi yo'q aka. Faqat olish kerak, minish kerak aka buni. Qarang shuni 7900 qo'yib bering. 7900 bo'lsin. O'qa yillik qo'ysa berang aka, yillik bersam olib tursin siz nomingizni. 950 deysizmi? Ha, Telefon nomeringizni ayting. 33lik 534 36 46. Shu nomerga aloqa chiqib bo'lsa, Aha, buyog'ini gaplashib ko'radi. Bo'ldi. Ishtirada olib kelsa, ozgina o'tib ham berasiz, to'g'rimi? yana ham o'tib beraman aka. Bo'ldi. Charchamang, ishlaringiz omad. Mashina yaxshi holatda, aloqaga chiqaverasizlar. Qolganini egasi bilan gaplashib, yana kelishib olaverasizlar.